Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filialida ruhiy salomatlik xizmati, yutuqlar va istiqbollar mavzusida xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. Unda dunyodagi ruhiy salomatlik sohasidagi so'nggi yutuqlar va innovatsion yondashuvlar muhokama qilindi. Konferensiyada mamlakatimizdagi tibbiyot yo'nalishidagi oliy bilim yurtlari hamda Rossiya, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikistondan professorlar, ilmiy tadqiqotchilar hamda mutaxassislar ishtirok etdi. Ruhiy salomatlik xizmatlari sifatini oshirish bo'yicha istiqbolli rejalarni belgilash, milliy va xalqaro mutaxassislar o'rtasida tajriba almashish maqsadida o'tkazilgan anjumanda ruhiy salomatlik sohasidagi global tendensiyalar va yangi yutuqlar, bu boradagi xizmatlarni integratsiya qilish va optimallashtirish, ruhiy kasalliklarni erta aniqlash va oldini olish tajribalari, innovatsion terapiya va reabilitatsiya usullarini joriy etish kabi mavzularda ma'ruzalar tinglandi. Bugungi anjumanimiz asosiy maqsadi ruhiy salomatlik yo'nalishidagi bor mavjud muammolarni yoritish va imkon qadar ularning yechimini muhokama qilish. Chunki har xil davlatlarda muammolarga yondashuvlar har xil bo'ladi va biza bu muammolarni yechish yo'nalishlar bo'yicha o'zaro tajriba bilan almashmasak qandaydir yaxshi va tez natijaga erishish qiyin bo'ladi. Bugungi anjumanimizda bitta nafaqat psixiatriya, bitta 3 ta yo'nalishlar bo'yicha harakatlar qilinyapti. Endi 3 ta yo'nalish bu psixiatriya, narkologiya va tibbiy psixologiya bilan psixoterapiya yo'nalishlari barchasi aholimiz salomatligi uchun juda muhim. Bundan tashqari anjumanda respublika ixtisoslashtirilgan ruhiy salomatlik ilmiy-amaliy tibbiyot markazi va Reavis tibbiyot universitetining ruhiy salomatlik instituti o'rtasida hamkorlik to'g'risidagi bitim ham imzolanib, aholining ruhiy salomatligi borasida fikrlar o'rganildi. Я представляю Институт психического здоровья. Men Rossiyaning Sankt-Peterburg, Moskva, Samara va Saratov shaharlarida joylashgan ruhiy salomatlik instituti vakili bo'lib keldim. Bugungi xalqaro anjumanda biz tibbiyot markazi bilan shartnoma tuzishni va birgalikda ta'lim yo'nalishini davom ettirishni rejalashtirmoqdamiz. Bu orqali biz ruhiy salomatlik bo'yicha o'zaro tajribalar almashib, aholi o'rtasida sog'lom muhitni shakllantirishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu anjuman ruhiy salomatlik sohasidagi dolzarb muammolarni muhokama qilish va ularni hal etish yo'llarini topish uchun muhim platforma bo'ldi. Milliy va xalqaro mutaxassislar o'rtasida tajriba almashish, yangi yutuqlar va innovatsion usullarni joriy etish aholining ruhiy salomatligini yaxshilashga xizmat qiladi. Anjumanda erishilgan kelishuvlar va qabul qilingan rezolyutsiyalar sohani rivojlantirish va aholiga sifatli ruhiy yordam ko'rsatishda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Kelgusida ushbu yo'nalishda hamkorlikni davom ettirish va erishilgan natijalarni amaliyotga tatbiq etish zarur.